Buyuk sohibqiron Amir Temur nafaqat o'zbek xalqining, balki jahon tarixining yorqin siymolaridan biridir. Amir Temur deganda ko'z oldimizga ulkan saltanat asoschisi, yengilmas sarkarda va adolatli hukmdor ko'z oldimizga gavdalanadi. U tarqoq va o'zaro nizo ichidagi yurtni birlashtirib, Temuriylar saltanatini bunyod qildi. Uning kuch adolatdadir degan shiori bugun ham davlatchilikda va insoniy munosabatlarning poydevori hisoblanadi. Sohibqiron bobomiz faqatgina qilich bilan emas, aql zakovati va ilm-fan bilan dunyoni hayratga sola oldi. Uning sa'y-harakatlari bilan Samarqand yer yuzining sayqali bo'ldi. Temur tuzuklari asari esa davlat boshqaruv strategiyasi, harbiy mahorat va insonparvarlikning asosiy qomusi hisoblanadi. Sohibqiron bobomiz faqatgina qilich bilan emas, balki ilm-fanga hamisha homiylik qilgani bilan ham barchamizning yodimizda qoladi. U ikkinchi Renesansni O'rta Osiyoda boshlab berdi. Mirzo Ulug'bek va Alisher Navoiy kabi daholarning yetishib chiqishi uchun zamin hozirladi. Biz mana shunday shaxsning avlodlarimiz. Amir Temur merosi bizni vatanparvarlikka, mardlikka hamda ilm va fanda butun dunyoga namuna bo'lishga chorlab qoladi. Dunyo xaritasin chizgan dahosiz, ilmu ma'rifatga bo'lib sadoqat, Samarqand shonini etgan mislsiz. Kuch adolatda deb hayqirdi olam, tuzuklar mardlikning tirik qomusi. Sizdan meros qoldi bizga shu vatan, o'zbekning g'ururi, ori, nomusi. Buyuk sohibqiron Amir Temurning 690 yilligi Qoraqalpog'iston Respublikasi Pedagogik mahorat markazida keng nishonlanmoqda.